O'qib shokka tushgan kitoblarim. Albatta yaxshi ma'noda. Number 1 binafsha shu'lasi. Syujetida bitta mo'ysafid chol kelib qizga qurigan binafsha gulini beradi va qiz o'sha binafsha gulini hidlab kitob o'qigandan keyin o'sha kitobning ichidagi qahramonga aylanib qoladi. Umuman boshqa tanada, umuman boshqa joy va boshqa zamonda tug'ilib qoladi va butun boshli o'sha insonning hayotini o'zini miyasida kechiradi. To'ys har gal yangi kitob ochganda u yangi joy va yangi odamni tanasida, hattoki umuman odam qiyofasida emas, o'simlik qiyofasida ham tug'ilishi mumkin bo'ladi. Ota-onasi bilan problemasi borlar bormi? Unday qaror keling. Number 2 Fotimaning bolasi. Ushbu kitob ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni yana ham yaxshilik deb o'ylayman, chunki aynan unda farzandlar his qilayotgan lekin ota-onaga ayta olmayotgan ba'zi bir og'riqlar juda ham chiroyli tasvirlangan. Men nazarimda ota-onalar va menga o'xshab bo'lajak ota-onalar farzand tarbiyasida ishlatishi mumkin bo'lgan ba'zi bir joylari juda ham ahamiyatga ega. La'natlangan qiz. Qasoskor qiz uni o'tmishi yoki bo'lmasam uni tuyg'ulari haqidagi filmlarni, ayniqsa action janridagi epizodlarni yaxshi ko'radiganlar uchun ayni muddao. Steven Spielberg akamizga mana shu kitobni berib bitta chiroyli kino qilib bering desak, menimcha bombishli narsa chiqqan bo'lardi. Uchta shedevrdan tashqari bankim degani 3 tasi taxlanib turibdi. Agar o'qiganlar bo'lsa, qaysi biridan birinchi boshlashim kerakligini kommentariyada albatta aytib keting. Kitoblarni yurtimizdagi istalgan kitob do'konlari yoki nashriyotlardan so'rashingiz mumkin, chunki ancha bestseller bo'lib qolgan.